İmam Malikning hayoti va fazilati. İmam İbn Javizning Safatus Safa nomli asridan Furqan da'vat markazi mujtahidlari fatvolari to'ri tarjim qildi. أحلى ما أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي. Abu Mus'ab İmam Malikning mundaq deganligini bayon qilgan. 70 kishi mening ilm ahli ekanligimga guvohlik bermaguncha fatvo bermadim. İmam Malik yana mundaq degan. Ilmda mendinmi ustunlardan meni fatvo berishga loyiq ko'radigan yoki ko'rmaydiganligini so'rab aniqlamaguncha fatvo bermadim. Buning uchun Rabi'a bilan Yahya ibn Saiddan so'radim. Ular mening fatvo berishimni aytdi. Bu so'zni bayon qilguvchi Abu Mus'ab mundaq deydi. Men İmam Malikdan, ey Abdullahning dadisi, agar ular seni fatvo berishdan cheklagan bo'lsa, qanday qilarding deb so'radim. Ular meni fatvo berishdan cheklasa, fatvo berishdan voz kechatdim. Birovning o'zidanmi bilimliroq bir olimdan o'zining fatvo berishga munosib yoki emasligini so'ramaguncha va shu olimning ruxsatini olmaguncha o'zini ilm ahli sanishi to'g'ri emas dedi. Xalaf mundaq deydi. Men İmam Malikning yoniga kirdim. Manga jaynimizimning yoki silinchamning ostiga qara dedi. Qaradim. Uningda ustiga xat yozilgan bir parcha qog'oz bor edi. Manga o'qi dedi. Qog'ozga Malikning ba'zi birodarlarining Malik haqida ko'rgan tushi yozilgan bo'lib, mundaq deyilgan edi. Tushimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zining masjidida ko'rdim. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofiga to'plangan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga men sizlar uchun munbirimning ostida xushbiroq yoki ilm saqladim. Malikqa uni insonlarga tarqitishni buyurdim dedi. Kishilar Malik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'ini o'rindaydi deginicha tarqalishdi. Malik bu sabablik yig'ladi. Menmi uning yonidan ayrildim. Ibn Abu Uways mundaq deydi. İmam Malik hadis rivoyat qilmoqchi bo'lsa, tahorat oladi. Salinchisining to'rida o'ltirib saqilini taraytdi. O'rnida hayvat bilan joylashib olib, ondan hadis so'zlaydi. Uningdan bundaq qilishning sababi so'ralganda, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisiga hurmat ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarini faqatla tahoratlik holda yaxshi o'ltirgandan keyin so'zlayman deydi. Yo'lda ketib o'tib, o'ri turib yoki aldirash holatda hadis so'zlashni xohlamaydi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisning tushunilishini arzulayman deydi. İbrahim ibn Munzir'dan Ma'in ibn Isaning mundaq deganligini angladim. Malik ibn Anas payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis so'zlamoqchi bo'lsa, g'usl qiladi va usti beshiga xushbiroq suratdi. Yenidagi birarsa ovozini yuqori ko'tarsa, ovoz chiqarma. Chunki Alloh taolo Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi. Ey mu'minlar, ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar. Sura Hujurat 2-oyat deydi. Kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi rivoyat qilinayotganda ovozini yuqori ko'tarsa, ayni ovozini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ovozidan yuqori ko'targanga barobar bo'ladi deydi. Abdullah ibn Vahb İmam Malikning mundaq deganligini bayon qiladi. Ilm ko'p rivoyat qilish bilan voyaga yetmas. U faqat Alloh bandining qalbiga qo'ygan bir nurdir. Malik ibn Anasdan ilm izlash to'g'riliq nima deyla deb so'raldi. İmam Malik ilm izlash yaxshi ko'riladigan go'zal amaldir. Sen atdigan oqshom sana lozim bo'ladigan narsaga qara, uni qochirma dedi. Ibn Mahdi mundaq deydi. Bir kishi İmam Malikdan bir masala so'radi. İmam Malik bilmayman deb javob berdi. U kishi men buni sirdan so'rash uchun uzoq yo'llarni besib kelgan edim dedi. İmam Malik uningga yurtingga qaytganingda men bu ishni Malikdan so'rasam bilmayman deb javob berdi degan dedi. Hanbal ibn Ishoq mundaq deydi. Abu Abdullahdan Malikni so'radim. U Malik ilm odamlarining xo'jalaridan biridir. U ilmda va fiqhda imomdir dedi.
Andın kim Malikqa o'xshash ilgirkilarning ilmiga aql va adab bilan ergishalaydi dedi. İbn Abu Uvays mundaq deydi. Malik ibn Anas bir qancha kun o'rin tutib yetib qoldi. Andın vafot bo'ldi. Malikning jon taslim qildiganda nima deganligini uning oilasidagilardan biridan so'radim. U mundaq dedi. Malik jon o'zish oldida kalima shahodat etdi. Andın oldingda va orqangda amr Allohga xosdir dedi. İmam Malik 179-yili Harun Rashidning xalifalik davrida Rabiul Avvalning 14 kuni saharda vafot bo'ldi. Daqiq qabristonligiga dafn qilindi. Vafot bo'lgan chaqda 85 yoshda edi. Allah bu zotga rahmat qilsin. Furqan da'vat markazi tayyorladi. Mujtahid to'ridan ilindi. Texmi ko'p shar'iy ma'lumotga erishish uchun Mujtahid to'rini ziyorat qilg'aysiz. دخل دار الأيتام من بعد موت أمه وأبوه السجيني عليك اللي صدتك مثل الأعدام من بعدها ما عاد تحسب سنيني الأمر لله يا هوى حزمة عوام كانك تبي تنكر غلاي وحنين